Va nihoyat muammoni topdim do'stlar. O'zim bilamirladim. Ustaxonaga borsam masala hal bo'lmadi. Mana fonni ishib tashladim, blok upravlения. Mana kompyuterda blok предохранительda blogini yechib olib tashladim. Kommentarda olib tashlab. Zamikaniani o'sha предохранительda urib yuborayotgan kanalni tekshirib chiqdim. Mana tarmoqni kabellari tekshirib kelganda mana bu yerga kelyapti. Bitta kabel o'sha urib tashlayotgan bitta kabel mana. Bu mana bunday holatda turganda bu stiker fishka mana shunday holatda bu mana bu yerdagi suvdiga nimaga aynan javob beradigan datchik bilmayman. Shu yerga mana o'tkani uzilib tushgan. Bu osilib yurgan bo'lgan mana bunday korobkaga tegib massaga mana massaga tegib yurgan bo'lgan. Shuni hisobiga bu yerda предохранитель urib yuboryapti. Oxiri topdim. Ustaxonaga olib borsam mana kompyuterchiga ham olib bordim, matalizga ham olib bordim. Programma qilish kerak, programma qildirdim. Xullas ancha rasxutga tushdim va nihoyat o'zim topishga harakat qildim, topdim. Xullas mashinaning yaxshi yurmasligining sababi o'sha datchikning fishkasi mana bu datchikning o'sha bir qismi mana kontakt plus minus o'sha korobkaga tegib qolayotgan va zamikaniya qilib bu yerda предохранитель urib yuborayotgan va mashina tortmay qolayotgan, chunki предохранитель mana shu kabel, mana shu 3 ta kabel bu yerda, mana bu 3 ta kabel, mana shu bitta предохранитель, mana shu 6 ta kabelga javobgar. O'sha urib yuborgan bu bitta предохранитель kuydi degani bu yerda kamida 2-3 ta detal ishdan chiqdi degani. Ulardan bittasi mana modul zажигания. Bobina ya'ni mana katoshka bobina qisman javobgar bo'lgan bu o'sha bu urib yuborgandan keyin o'sha o'z-o'zidan mashina paqillab tortmay qoladi, paqillaydi. O't olish ham og'rib qoladi. Bitta mana shu narsaning qilayotgan zamikaniyasiga bu yerda polni svechaprovod almashgan, bobina yangi qo'yib ko'rildi, valv datchiki yangi qo'yildi, raspider valv yangi qo'yib ko'rildi va qaytarib berildi. Faqat bu yerda svecha zажигания bilan mana pravoda 2 marta qo'yildi, bundan oldin ham yangi qo'yilgan, olib tashladim va yana yangi qo'ydim. O'zgarmadi. Kompyuterga solib ko'rganda ham kompyuterda ham mana programma qildirdim, boshqa ko'rsatdim, regirovkalarni hamma yo'lda ko'rib chiqdi. Bu yerda ham mana shu datchikka e'tibor berilmagan datchik fishkasiga mana bu yerdan uzilib chiqib mana shu antifriz yo'lidagi datchik mana shunda javob beradi bu ham. Mana shu osilib massaga tegib qolgan. Mana shu sabab hozir juda katta boshqa muammolar kelib chiqyapti. Shuni ko'rsatib o'tmoqchiman, hozir ko'ramiz yuzib. Hop, hozir mana yuzib sinab ko'rdim. Benzinga umuman o't olmayotdi, gazga qiynalib o't olyotdi. Benzinga oson o't olyapti. Benzinga o't olib turib gazga o'tadi. Endi o'ziga kelgan mashina. Benzinga umuman o't olmay qoldi. Xullas muammo shu. Mana ikkinchi o'rtadagi shu ikkinchi предохранитель o'sha zажигание tizimiga ham javobgar ekan. Zажигание tizimida nimada muammo bo'lsa, mana shu предохранитель kuyadi. Endi o'sha bundan tashqari shu katoshkadan tashqari yana o'sha 2-3 ta datchikka o'tarkan bundan tok. O'sha datchiklarda muammo bo'lsa ham bu mana предохранитель kuyar ekan. O'sha ko'rsatib o'tganim o'sha uzilib qolgan datchik fishkasi o'sha massaga tekkan va zamikaniya bo'lib bu yerdan urib yuborgan. Bu bir haftadan davom etyapti.
va urib yuborishni mashina paqillashi boshlaydi yurganda. Ikkinchi, uchinchi skorda asosan paqillab o'tadi. Asosiy muammo shu, keyin o't olishi qiyin bo'lib qoladi. Tortish ham og'irdan bo'lib qoladi. Benzinga umuman o'tolmaydi, yurmaydi, faqat gazga. Shu muammo problema hal bo'lmayotgan edi bir hafta 10 kundan beri. 2 marta switch provoda almashdi. Aytib o'tganimdek, bu zajigание tizimidagi polni katoshkalar yangi qo'yib ko'rildi, boshqa рабочий koreyskiy yangi datchiklar, ikkita распредвал datchik, val datchik hammasi qo'yib ko'rildi, o'zgarmadi. Kompyuterga solib programma qilindi, o'zgarmadi. Va nihoyat o'sha oddiygina o'sha zamykaniyadan, fishkaning massaga tegib, korobkaga tegib zamykaniya qilishdan muammo kelib chiqayotgan, juda katta muammo, o't olish tizimidagi muammo kelib chiqayotgan ekan va topildi nihoyat. Bungacha ancha rasxod qilindi. Shu oddiy narsa uchun. Shuning uchun faqat e'tiborliroq bo'lish kerak. Ustalar ham juda ko'p e'tiborsizlik qildi. Masalan, 2-3 ta ustaga ko'rsatgan bo'lsam, oddiy mana shu datchikka, fishkaga ko'rganmi, yo'qmi, dashi ko'rmagan ham bo'lsa kerak. E'tibor qilmadi. Kompyuterga ham solib ko'rdi, aybi chiqmadi. Kompyuter ham aytmas ekan. Programmani boshqatdan qildi, gazga sozladi. O'zgarmadi. Nihoyat mana hal bo'ldi. Mana hozir shu taxayyulni ko'rsatayin. Sraz urib yuborayotdi, qani. Mana butun. Hozir bu videoda ko'rinmaydi bu. Menimcha ko'rinmaydi. Xullas butun ekan. Mashina ham ancha qiynaldi orada. Mumkin mana. Shunaqa gaplar xullas.